Alaykum assalom. Assalomu Alhamdulillah. Mahmud aka, hozirda video tashlab berishdi. Sizga o'xshatdimi yo haqiqatda sizmisiz aka? Ha, men mana shunday qilib qo'ydim-da, kameralarga o'qotib qo'ydim-da. Voy, dedingizda kamera urdingizmi? 52 ta. Elektromobillarni ham musodara qilib Nimani? Elektromobil mashina oluvdim 28 mingga, u ham stankada. Voy, kam bo'ldi bu ish. Rozan 14-15larda bo'ldi. Aka qanday bildi aka urganingizni? Ha, endi kamera tushib qolgan ekanmiz, topisholmayotdi ona. Toshkentdan bir xavfsizliklari kelib topib oldi. Bitta do'konni kamerasiga tushib qolgan ekanmiz. Voy, jarimalar ko'ryapsiz-ku, jonimizdan tika to'tdi. Bildim, yoribsizlar ekan boru. Endi yorib qo'ydik, o'zimizni ham boshimizga bolta bilan yoryapti endi. Yo'q-ku. Omala shaharda ishona oling, bir oy mazza qilib yurishdi bolalar, Damas'da kirakashlar ha. Qancha jarimalardan ozod topib oldik, yaqinda almashtirib yangi qo'yib ketdi hammasini. Yo'q, qarang, bir kechada urdingizmi hammasini? Yo, kunda 5 ta 10 tadan urganman, 20 kun mobaynida. Ehtiyot bo'lib uruvdik, rosa baba kiber xavfsizliklari hamma kameralar ko'tarar ekan-ku. Ha, u qochib qutularmidi? Men chiqmaganman umuman, shopir chiqib qolgan. Ha, shopirdan topdimi? Ha, shopirda 3 kun yo'qolib qoldi, keyin gullab qo'yibdi, meni ham ketib qoldi keyin. Masofadan soluvdim 150-180 metr chiqaqa tushib qolmaylik deb. Hozir bitta skuter sotgan do'konda kamerasi zvukovoy nimasi ham bor ekan. Sparsa deyapti. Ha, tegdi. Voy, toshni yana bitta otasimi deganlari chiqib qolibdi sheridi. Unga bezovol gapiradi o'zim. Yo'q, qarang, mashina ichidan turib urganmisizlar? Ha, mashina ichida solganman. Keyin u nomerini ko'rib qolganda, u ovozni eshitgandan keyin nomer 044 ha deb turib, keyin uni topib turib, adresi bilan. Yurib ushlab turib, nima nechta kamera urishni keyin aytgan, gullagan, keyin sotgan meni ham. Men yordam chaqiringiz aka, xudo xohlasa ko'rdim. Bola yordam qilyaptimi axir? Ha? Yordam qilishyaptimi axir? Ha, pul tushyapti, xudoga shukr, xalqimizga rahmat.